Voy, nima gapda Qodir Husanov bilan qarindoshligingiz yetmagansiz. Kimdirlar orqasidan maqtanish yomon ko'raman, bilasan-ku. Aylantirib kelaymi? Ketdi. Kalt beribdi, haydi. O'rtoq beraman, haydaysan. Hozircha men sho'piring bo'lib turing. Zo'r o'tir, ket. Voy, Mamo Husanov chiqarayotgan aka qirg'iz mashinami? Men qulpini menga ber. Mayma menga o'tiring. Menga-chi. Voy, bu magazin sotadi, hozir olamiz. Ur. Shuncha odamdan pul yechdik. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. O'z mayda sumbala jonga tegdi. Bitta kuch urish kerak, surish kerak. To'g'ri aytasan. Bitta lo'q tanishim bor, chaqiraymi? Bo'ldi, chaqir. Mana shu Abduqodir ishlab chiqarayotgan ichimlik. Sizlar qarindoshisizlar. Ha, 500 ming bilan 40-50% ga sherik qilib qo'yamiz. Bitta maslahatlashib ko'ring. Nimasini maslahatlashasan? O'zi yurib turgan tayyor biznes bo'lsa. Tegma, Oz. Tep tashama, qirib tashiysan. Rasmga tushmoqchimisan? Keyin olib qo'yamiz. Kim mashinasiga bilasanmi? Ha, akamniki. Qaysi aking? Abduqodir akam. San akangmi? Ha, Radnoy. Sizlar kimsizlar? Ukasi bormidi? Ha, bor edi, eshitganman. Aytdim, men senga bu yo'ldan yurmaylik deb. Qamalamiz, kelamiz. Nima qiladigan bo'lding? Qo'shilasizmi yo'qmi? Umidiyam bo'lsa akam telefon qilaman, boshqa odam qidiramiz. Yo, qilma, bo'ldi. Men qo'shildim. Men hop pul olib kelaman. Hop qo'shildim, qilma. Zo'r ukam, zo'r. Точно $1000 berasizmi? 20 ming beraman. Endi biz qamalmaymiz, a? Chindan sen ukasi ham sherik bizga.